Assalomu alaykum. YouTube ahli, yaxshimisizlar? Bugun 18-iyun. Haftaning payshanba kuni. Biz qulpinoylarimizni terim qilyapmiz. Xudo xohlasa, Cabrillo sortimiz. Nasib bo'lsa, juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Mana yana yozdi kuni bo'lishiga qaramay, azizlar, e'tibor beringlar. 18-iyundagi holat. Mana yana gul. Muntazam tripsga, ya'ni trips hasharoti bor, gulini yeb qo'yib, shirasini, nektari deyishadi, adashmasam. Shuni yeb qo'yadi, meva chiqmay qoladi. Yaxshi holatda bo'lmaydi mana. Ya'ni gullab kelyapti. Bittadan mana 3 ta, bir ko'chatdan. Yoz ichi beraveradi bu sortimiz. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, zakaz qilinglar azizlar. Doim YouTube'ga video qo'ymayapman chunki vaqtimiz ham bo'lmayapti. Zakazimiz bor edi, teryapman shunga. Trips degani mana trips chaqqanlari. Kechagina trips chaqqanlar xuddi shunaqa holatga kelib qoladi. Trips tushgan paytda gulini qoqsangiz, shu gulida mayda kichik hasharotlar bo'ladi. Juda ham kichkina. Qulpinoylarimiz. Yozdagi holat azizlar. Juda ham chiroyli holatda kelyapti. Mana shu kichik joyimiz o'zidan 2 kun 3 kunda bir 10 kilo, 9 kilo, xullas shunaqa. Narximiz 130 ming. Faqat adborini o'zini qilib bersak, bunaqasini kafega 150 ming beryapmiz. Hozir shu aralash holatda 130 ming beryapmiz. Teplisani yopmaganimiz sababi bor. Ichkarida agrovolokno tagida namlik ko'payib ketyapti. Shuning uchun yopmadik. Chunki doim yoz qilib beryapmiz. U yer ham mevaga kirdi, uje hosil olishni boshladi, alhamdulillah. 2 kun 3 kundan keyin bunisini yopib olamiz. Agrovolokno kuydirmaydi ekan, salafandaqa emas ekan. Bizda issiq bo'lyapti, lekin mo'tadil. Qulpinoy uchun unaqa stress oladigan holat emas ekan. Shunaqa azizlar. Merda o't bosganiga e'tibor bermaydilar, lekin shu holatda ham qulpinoyimiz mana trips chaqqani mana qilib qo'ygan. Hozir ishlovlarini berib qo'yganmiz. Namlik zo'r, tagida yaxshi. Kapelni sistema. Kapelnimiz bor azizlar. Kapelni bilan sug'oramiz. Bu 2-yildagi hosil. Azizlar, 2-yildagi hosil. Adborlarni ko'ryapsizlar kattaligini. Bitta joyda terib olganim yo'q. Bu oyatda bitta chiqdim.